Assalomu alaykum. BMS o'quv markazining rasmiy sayfasiga xush kelibsiz. Bugun sizni markazimizning maqsad vazifalari, shuningdek imkoniyatlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman. BMS Kosonsoydagi ko'p tarmoqli va mukammal o'quv markazi bo'lib, barcha fanlar bir joyda joylashgan yagona ta'lim maskani hisoblandi. Markazimizda qulay va zamonaviy sharoitlar, sifatli ta'lim va 25 yillik tajribaga ega yuqori darajadagi professional o'qituvchilarimiz darslarni olib borishadi. BMS o'quv markazi qisqa vaqt ichida quyidagi natijalarga erishdi. 1000 dan ortiq muvaffaqiyatli o'quvchilar, 500 dan ortiq turli xildagi sertifikatlar, hamshiralik kurslarini 200 dan ortiq bitiruvchilar tamomlagan. Prezident ta'lim muassasalari, nufuzli madrasalar, harbiy bilim yurtlariga kirgan ko'plab o'quvchilar. Bu natijalar ustozlarimiz tajribasi va o'quvchilarimizning mehnat samarasidir. BMS o'quv markazida barcha fanlar va asosiy ta'lim yo'nalishlari mavjud. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari, harbiy yo'nalishga tayyorlov kurslari, maktab fanlari bo'yicha tayyorlov kurslari, oliy o'quv yurtiga tayyorlov, Al-Xorazmiy, Ibn Sino va prezident maktablariga tayyorlov guruhlari. Shuningdek, qizlarimiz uchun hamshiralik, pazandachilik va tikuvchilik yo'nalishlari ham mavjud. Agar sizni markazga kelish imkoniyati bo'lmasa yoki chet elda bo'lsangiz, aslo tashvishlanmang. BMS o'quv markazi onlayn ta'lim formatida ham faoliyat yuritadi. Farzandingiz xavfsizligi, sifatli ta'lim olishi va kelajakda barkamol shaxs bo'lib yetishi bizning musobaqat vazifamiz hisoblanadi. Biz har bir o'quvchi bilan individual yondashuv asosida ishlaymiz. Maqsadlari, qiziqishlari va kelajak rejalari bo'yicha darslarni olib boramiz. Sizni qiziqtirgan barcha savollar, kurs narxlari va qaysi fanlarga yozilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi Telegram manzillar yoki quyidagi nomerlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Administratorlarimiz siz bilan tez orada bog'lanishadi. Zero buyuk maqsadlarga eltuvchi ilk qadamlar aynan BMS o'quv markazidan boshlandi. BMS o'quv markazi Kosonsoy markaziy chorrahasi Max binosi 3-qavatda joylashgan.